Assalomu alaykum talabalar. Bugun sizlar bilan mushak biokimyosini gaplashamiz. Mushak biokimyosi bu organizmdagi asosiy to'qimalardan hisoblanadi. Mushak to'qimasi ya'ni tana vaznini 40-42% gacha tashkil qilishi mumkin. Mushakning asosiy vazifasi qisqarish, bo'shash hisobiga mexanik ish bajaradi, ya'ni harakatchanlikni ta'minlab beradi. Endi mushaklar qisqarganda kimyoviy energiyani asosan mexanik energiyaga aylantirib beradi. Demak, organizmda, inson organizmida 3 xil mushak turlari tafovut etiladi. Bular skelet mushaklari, yurak muskullari va silliq mushaklar. Bundan skelet muskullar odam ixtiyoriga bo'ysunadi, yurak va silliq mushaklar odam ixtiyoriga bo'ysunmaydi. Yoki skelet muskullar juda ham kuchli, tez vaqtda qisqarish xususiyatiga ega. Yurak muskullari ham xuddi shunday kuchli, qisqa davom etuvchi, demak, qisqarishga ega. Silliq mushaklar esa biroz kuchsiz, sekin qisqarib bo'shash xususiyatiga ega mushaklar hisoblanadi. Endi mushaklarimizni tarkibiy qismi asosan suv, bundan tashqari quruq moddalar bor: ATF, karnitin, glikogen, xolesterin va boshqa moddalar. Asosan 72-80% suv tashkil qilsa, demak mushak massasini qolgan 20-28% quruq moddalar, asosan oqsillarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tgan moddalarimiz ham bor. Endi asosiy oqsillarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, mushak oqsillari, umumiy oqsillarning 45%ni miofibrillar hosil qiladi. Umumiy mushak oqsillarining 45%ni miofibrillar oqsillar, 35%ni sarkoplazmatik va 20%ni demak stroma oqsillari tashkil qiladi. Bu oqsillar suv va turli ion kuchlanishiga ega bo'lgan tuzli eritmalarda erish bilan bir-biridan farq qiladi. Endi miofibrilla oqsillari, ya'ni birinchi tur guruhga kiruvchi oqsillar to'g'risida gaplashamiz. Bular asosan miozin, aktin, tropomiyozin lardan tashkil topgan. Miozin shu miofibrilla oqsillarning 54%ni, aktin 25%ni, tropomiyozin 11%ni, 10% esa troponin va alfa beta aktinlar tashkil qiladi. Hop, bular o'ziga xos xususiyatga ega, ya'ni muskulni qisqarish, bo'shash jarayonida ishtirok etuvchi asosiy oqsillar hisoblanadi. Ya'ni mana sxematik shaklda yo'g'on filamentlarimiz miozin, ingichka filamentlarimiz demak aktin va ular birgalikda sarkomerni hosil qiladi. Yo'g'on tolamiz bu miozin hisoblanadi. Miozin asosiy oqsil, quruq massaning demak 50-55%ni tashkil qiladi. Qalinligi 2,4 nanometrga teng. Demak, uzunligi 150 nanometrgacha bo'ladi. Ikkitadan 4 ta zanjirdan, ikkita kichik va ikkita katta 4 ta zanjirdan tashkil topgan. Miozin atifaza faolligiga ega bo'lib, demak, mana bu yerda mana miozin atifaza sayti bor. Boshchasida tanasi va boshchasi 100 nanometrdan 150 nanometrgacha. Demak, miozin atifaza saytida demak atifaza fermentli xususiyatiga ega bo'lib, miozinni aktinga birikish joyida demak ATFni ADF va fosfatkislataga parchalaydi. Aktin binding site, ya'ni aktin bilan bog'lanuvchi qismi bor. Miozin bilan demak adenin kislotaning fermentativ zaminlanishi bog'liq bo'ladi. Demak, og'ir zanjirlar uzun o'ralgan alfa spiralni hosil qiladi. Va har bir og'ir zanjir oxiri yengil zanjirdan iborat, demak, boshchani, globulin boshchasini hosil qiladi. Bu boshchalar molekulyar asosiy o'qida bo'rtib turadi. Miozin boshchasi joylashgan yengil zanjirlar, ya'ni mana shu ikkita zanjirimiz miozin atifaza faolligini ko'rsatishda ishtirok etadi. Bu demak miozin to'g'risida ma'lumotlar edi. Endi aktin demak miofibrillarning quruq massasini 20% ni tashkil qiladi. Ikkita shakli mavjud: globulyar G aktin yoki fibrillar F aktin deyiladi. G aktin molekulyasi 42,000 kilodaltonga teng, u 374 ta amino kislota qoldiqdan iborat.
ikkita polipeptid zanjiridan iborat F-aktin G-aktin polimerlanish mahsuloti bo'lib, qo'sh spiral strukturaga ega hisoblanadi. Endi aktin tolamiz mushak qisqarganda miyazin F-aktin bilan birikadi va yangi oqsil kompleks aktin-miyazin hosil qiladi. Aktin-miyazin atifaza faolligi miyazin faolligidan ingibirlovchi moddalar va optimal muhit bilan farq qiladi. Va aktinning vazifasi mana aktin tuzilishi, tropomiyazin bilan birikishi. Tropomiyazinimiz demak alfa spiraldan iborat, uzunligi 40 nanometrga va og'irligi 65.000 kilodaltonga teng bo'lgan oqsil hisoblanadi. Miyofibril oqsillarning 4-7% tashkil qiladi. Troponin oqsili esa globulyar oqsil hisoblanadi. 80.000 kilodaltonga teng. Skelet mushakda u barcha miyofibril oqsillarning 2% tashkil qiladi. 3 ta suv birligi bor. Troponin I, T va S. Tropomiyazin bilan birikib nativ tropomiyazin kompleksini hosil qiladi. Bu kompleks aktin filamentlarga birikadi va skelet mushagi aktin miyaziniga kalsiy ionlari sezuvchanlik xususiyatini beradi. Ya'ni mana bu fraksiyasi kalsiy ionlari ko'payganda, demak aktin bilan birikishini ta'minlab beradi. Endi mushak tolalari diametri 1 mikrometrgacha bo'lgan ko'ndalang joylashgan miyofibrillardan iborat bo'ladi. Ular ketma keluvchi qora va oq disklar ko'rinadi. Qora disklar ikkilamchi nurni sindirish xususiyatiga ega. Shuning uchun bularni anizotrop disklar deb ataladi. Oq disklarimiz bular ikkilamchi nur sindirish qobiliyatiga ega emas, inozotrop yoki I disklar deb ataladi. Inozotrop yoki I disklar orasida biz kengligi 80 nanometrgacha bo'lgan Z chiziq joylashgan. Bu chiziq tolani butun ko'ndalang bo'ylab kesib o'tadi va fibrillarni demak bir boylamda ushlab turish xususiyatiga ega bo'ladi. Bir Z chiziqdan ikkinchisiga bo'lgan demak ikkinchisigacha bo'lgan masofani biz sarkamer deymiz. Mana bir Z chiziqdan ikkinchi Z chiziqqacha bo'lgan joyni sarkamer deymiz. Buni tarkibiga ko'ndalang naychalar, ular tollarning ko'ndalang o'qiga nisbatan to'g'ri burchak shaklda joylashgan bo'ladi. Hujayraning 8-10% tashkil etuvchi sarkoplazmatik retikulum va bir necha mitoxondriyalar kiradi. Demak, sarkamer tarkibiga. Elektron mikroskopda ko'rilganda miyofibril strukturalarning agregatlari sifatida ekanligi aniqlanadi. Ular diametri 14 nanometrdan uzunligi 1,5 nanometrgacha va bir-biridan 20-30 nanometr olis joylashgan yo'g'on filamentlar va ular o'rtasidagi ingichka filamentlardan iborat bo'ladi. Endi A diskning ko'ndalang kesimida filamentlar ikkilamchi geksanal to'r hosil qiladi. Bular ya'ni filamentlarni har biri boshqa turdagi 6 filament bilan o'ralgan bo'ladi. Tinch holatda has zonamizda demak ingichka, I disk esa qalin filamentlar bo'lmaydi. I diskda demak tinch holatda has zonamizda aktin bo'lmas ekan, demak izotrop yoki I diskimizda esa demak qalin filamentlar bo'lmaydi. Qalin filamentlar miyazinlarimiz asosan qisqarish jarayonida ishtirok etadi aktin bilan birgalikda. Qisqarishda sarkamer o'zining birlamchi uzunligiga nisbatan demak 25-30% gacha kattalashadi. Maksimal qisqarish to'qnash keluvchi ingichka filamentlar bir-biri bo'yicha siljiydi va qisman bir-birini yopadi. Ayni vaqtda demak miyazin uchlari sarkamer ikkala Z chiziq bilan bog'langan bo'ladi. Ya'ni mana shu bilan bog'langan hisoblanadi. Endi muskulni qisqarishi bu mana sarkamer, mana aktin, miyazin, ya'ni miyazinni boshchasi demak aktinda bilan aktin bo'ylab siljish hisobiga bo'ladigan jarayon.
bunda kalsiy yo'llari muhim ahamiyat kasb etadi, chunki miyazinni aktinga birikishini ta'minlab beradi. Demak, muskul qisqarishi uchun asosiy 3 ta aspekt kerak bo'ladi. Energiya yetarli bo'lishi kerak, chunki ATFsiz bu jarayon amalga oshmaydi. Morfologik, ya'ni mushak tolalarining mikro va submikrostrukturasi o'zgaradi, ya'ni aktin miyazin bo'ylab harakatlanishi yoki boshqa holatlar va fizik, kimyoviy energiya, mexanik energiyadan demak hosil bo'ladi. Miyazin qisqarish funksiyasi va faza faolligi hisoblanadi, chunki boya ko'rdik, boshchasida faza qismi bor, ya'ni aktivlik qismi bor. Aktinimiz esa pH ni hosil qilishda, pH ni o'zgarishida muhim rol o'ynaydi. Aktin bundan tashqari tayanch vazifani ham bajaradi. Miyazin molekulalari struktur holatini o'zgarishi, qisqarish yoki taranglash mexanik samarasi sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Demak, Huxley ta'limoti bo'yicha morfologik aspektlarni tushuntirish ko'pchilik tomonidan tan olinadi. Endi o'sha qisqarishida boya ham aytdik, ATF ishtirok etadi. ATFimiz demak, mana bu jarayonni mana slayddan tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni miyazinimiz boshchasida mana boshchasi aktinga birikishida demak ATF gidrolizi sodir bo'ladi, ya'ni ADF va fosfatga o'tadi. Mana shu jarayonda ADF va fosfat hali chiqib ketmaydi. ADF va fosfat chiqib ketish hisobiga miyazin aktin bo'ylab demak 90 gradusga qaytadi. Ya'ni bu degani aktin bo'ylab suriladi degani. Shuni hisobiga fosfat bilan va ADF chiqib ketadi. Ya'ni qisqardi. Qisqarish sarkomer qisqarish jarayoni bo'ldi. Yana qaytadan bunga ATF kelib, bu sikl qayta ketish hisobiga bizda muskul qisqarishi va keyingi bo'shash jarayonlari sodir bo'ladi. Bugun sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan temamiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.